Aka bilan farqimiz nimada bilasizlarmi? Albatta sochimizda. Lekin akamiz ham olib xuddi mandan ham battar bo'lishgan va Farg'onada Erondan kelgan mutaxassislarda soch o'tkazish operatsiyasini amalga oshirib, ko'rib turibsiz natijani. Natija prosta bomba. Aka bu qancha vaqtdagi natija? Bu 6 oydagi natija. Operatsiyada qanaqa qiynaldingizmi, qanaqa his qildingiz? Bu hamma tepaganlarga qiziq savol. Qiyinchiliklari yo'q, faqat shu boshidagi ukolga chidab bersa bo'ldi, qolgani Bu sezilmaydi. natijani ko'rib, o'zim ham to'g'risi o'ylanib qoldim hozir. Men ham soch o'tkazish operatsiyasini o'ylab ko'rib, xudo xolasa nasib bo'lsa men ham qildiraman. Erondan kelgan doktorlarimiz 8 yil Tojikistonda, 2 yildan beri O'zbekistonda o'z ish faoliyatlarini olib borishyapti. 600 ga yaqin insonga soch ekib, sochlarini o'stirib berishgan ekan. Eng asosiysi bu doktorlarimiz soch chiqishiga 100% garantiya berishar ekan. Agar bu soch chiqmaydigan bo'lsa, pullarni 100% qaytarilar ekan. Bu klinikaga kelib konsultatsiya olish mutlaqo bepul ekan. Akamiz o'zlari ham Farg'ona shaharidan ekanlar. Oldin tepakal bo'lgan xos sochlarini ko'ryapsiz. O'zlariga savollaring bo'lsa, bemalol o'zlari raqamlarni qoldiryapman, telefon qilaverasizlar. Endi tepakallik muammo emas, natijani o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bu videoni tepakal do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Manzil Farg'ona shahar Besbola prezida yonginasida. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'langlar. Bu videoni Farg'onadagi hamma kallarga jo'natib Soch qo'yinglar. bo'lsa quvonch bo'lur, kallang ko'p gapirmanglar, kallardan gapirmanglar.